Bugun sizlarga eng zo'r kvartiramizni obzorini qilib bermoqchimiz. 2 xonali xonadon, polniy remontlari bilan Yevro va neoklassik kombinatsiya qilingan. Manzilimizga to'xtaladigan bo'lsak, orientir qo'ylu massив 3 xonsaroy жилой kompleksida joylashgan. Paradniy vходdan kirib kelishimizda охранная sistema, podzemniy parkovkalarimiz, skameyka, zeleная zona ekosistemalarimiz mavjud. Orqa tarafimizda detskaya plashatka, atrof muhitimiz, infrastruktura, maktab, bog'cha, kafe, restoran hamma barchasi mavjud. Endi bo'lsa ichki obzorini ko'rsatamiz. Yangi tayyor remonti bilan va tayyor mebellari bilan sotilayotgan ushbu xonadonimizning narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 68,000 AQSh dollari belgilandi qadrdonlar, ya'ni 53 kvadrat 8-qavatda joylashgan. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Bizga obuna bo'lish, efirdan chiqmasin.